Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yilg'un. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qanamizda qitinglar, ekranimiz bo'lsin. Uyg'ur majburiy amgikining texmo ko'lamlashganligi oshkorlandi. Xitoy rejimi Sharq Turkistonda ijro qilayotgan majburiy amgak siyosatini tadqiq qilayotgan mutaxassislar Sharq Turkistonda rivojlanayotgan tashqi savdoning sirini oshkorladi. Zimiston to'rining 29 noyabr xabar qilishicha, garchi xalqaro jamiyat Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan jinoyatlarni cheklash uchun ma'lum darajada tirishgan bo'lsa-mu, biroq Sharq Turkistondagi savdo va majburiy amgak jo'sh urib rivojlangan. Xabarda qayd qilinishicha, millionlagan Sharq Turkiston xalqi majburiy holda Xitoyning har qaysi zavodlarida ishlab chiqargan mahsulotlarning g'arb bozoriga kirishining oldini olish uchun loyihalangan tadbirlarning unumi bo'lmagan. Sharq Turkistondagi eng yangi savdo sonliq ma'lumotlarda bildirilishicha, birinchi faslda Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning eksporti 49% oshgan. 2023-yilning 3-fasliga kelganda 50% dan oshgan. Janubiy Xitoy sahar pochtasi bu yil 24-oktyabr xabar qilgan sonliq ma'lumotlar va Xitoyning tashviqot organi bo'lgan Xitoy xabarlari Qashqar haqida e'lon qilgan sonliq ma'lumotlar kishini hayron qoldiradigan bo'lib, Sharq Turkistonning markazlaridan biri bo'lgan Qashqar viloyatining tashqi savdosi misli ko'rilmagan darajada oldingi mezgildagidan 113% oshgan. Kommunizmning qurbonlari xotira fondi jamiyatining Xitoy ishlari tadqiqot mudiri va oliy tadqiqotchisi doktor Adrian Zenizning majburiy amgakka oid eng yangi tadqiqotlari yaqinda e'lon qilingan. Uning ko'rsatishicha, Sharq Turkistondagi eksportning shiddat bilan eshishining birdan-bir sababi majburiy amgakning texmo ko'lamlashtirilganligi ekan. Doktor Adrian Zeniz 2015-yili Chinchuango Sharq Turkistonga sekretar bo'lgandan buyon Xitoyning rayondagi kishilik huquq tafsandachiligiga chetishliq masalalarni tavranmas iroda bilan tekshirishga boshlagan tadqiqotchilarning biri hisoblandi. Uning qarashicha, Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan dafsandachilik qilmishlarining shakli o'zgarishi mumkin bo'lsa-mu, xarakteri yanada kishini andishiga soladi ekan. Adrian Zeniz Zimiston to'rining ziyoratini qabul qilib, Xitoyning Sharq Turkistonning janubiy rayonidagi viloyatlarida eksportni zo'r ko'lamda oshirganligini, bu Sharq Turkistondagi majburiy amgakning navbatda zo'r darajada ko'lamlashtirilganligidan darak beradiganligini bildirgan. Hindiston Xitoyning Hindi okeanidagi kuchiga qarshi avtomatga saplashni planladi. Hindiston Hindi okean rayonida kunsiri kuchayotgan Xitoy dengiz armiyasining mavjudligiga taqobil turish uchun 4 milliard 800 million dollar xarajat ajratib, ikkinchi avtomatga yasashni planladi. Amerika ovozining 29 noyabr xabar qilishicha, ismini oshkorlashni xohlamagan bir kishining aytishicha, Hindiston mudofaa ministri Rajnath Singh boshchiligidagi asosliq mudofaa qaror chiqarish organi bo'lgan Davlat mudofaa kengashi juma kuni Hindistonda yasalgan ikkinchi avtomatni sotib olish masalasini tasdiqlashi mumkin ekan. Xabarda ko'rsatilishicha, kam deganda 28 kurashchi aeroplan va tik ucharni elib yuralaydigan yangi avtomatning suv chiqarish kuchi 45 ming tonna bo'lib, uningga Fransiyaning Delta qanotliq harakatchanligi yuqori ko'p iqtidorli 4-avlod yerim kurashchi aeroplan Rafalini o'rinlashtirdi ekan. Hindistonning tunji yerlik usulda yasagan avtomatkisi INS Vikrant o'tgan yili dengiz flotiga topshirilgan bo'lib, Hindistonda yana Rossiyada yasalgan avtomatga muborak ekan. Hujjatli film Xitoyning Angliyaga qanday singib kirganligini oshkorladi. Angliyaning televiziya kanalida qo'yilgan Maxfiyatlik va huquq nomli hujjatli film Xitoyning Angliyadagi ta'siri va Angliya organlariga qanday singib kirganligini oshkorladi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Xitoy g'arblik shaxslarni ishlatib, Hong Kong demokratiyasini qo'llaydigan faoliyatchilarga josuslik qildirgan va Angliya oliy bilim organlari harbiy tadqiqot o'rinlari bilan hamkorlashib, ularning ilmiy tadqiqot erkinligiga buzg'unchilik qilgan. Angliya radio shirkati BBCning 4-kanali 29 noyabr kechda Maxfiyatlik va huquq Xitoy Angliyada nomli hujjatli filmni e'lon qilgan bo'lib, bu filmda Xitoyning Angliyadagi ilm-fan erkinligiga qanday qo'l tiqqanligi va Hong Kong faoliyatchilarini qanday nazorat qilganligidan iborat kishini andishiga soladigan voqealiklar tasvirlangan. Hujjatli filmda Xitoyning Angliya universitetlariga bo'lgan ta'siri va Hong Kongdagi o'qituvchilarni qanday nazorat nishoni qilganligi fosh qilingan bo'lib, Angliyada panohlik tilagan Hong Konglik faoliyatchilarning Xitoyning murakkab josuslik harakatining nishoni qilinganligi tasvirlangan.
Hong Kongluk dağlıq demokratçı Finlav bu yıl Hong Kong hükümeti tarafından 1 milyon Hong Kong puli bilan mukofotlangan bo'lib, uning aytishicha, saxta muxbirlar uni ko'p qatim ziyorat qilgan. Gerçi o Angliyada bo'lsa-mu, ammo yanada Xitoy jasuslarining nazorat qilishidan ansirabli yurgan. Kuzatuvchilarning aytishicha, Xitoyning Hong Kong xalqi va universitetlarga qaratilgan bu voqealar Xitoyning Angliya siyosatiga aralashish harakatining bir qismi bo'lib, 5-boshqarma yaqinda Xitoy kommunist rejimining jasuslarining faqat LinkedIn'da 20 mingdan ortiq angliyaliklarni nazorat qilganligini bayqagan. Angliya hukumati Xitoyni davr xarakterlik raqobatchi deb bekitgan bo'lib, Angliya Avom palatasining tashqi ishlar komiteti Xitoyni Angliyaga nisbatan cho'ng tahdid deb bekitgan edi. Amerika Avom palatasi Uyg'ur siyosiy qonun loyihasini ma'qulladi. Amerika Avom palatasi tashqi ishlar komiteti bir yurish qonun loyihalari qatorida Uyg'ur siyosiy qonun loyihasini ma'qulladi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Amerika Avom palatasining tashqi ishlar komiteti 29 noyabr bir yurish qonun loyihalarini o'tirg'a qo'ygan bo'lib, buning ichida Hong Kongning Amerikada turishliq savdo ishxonasining davomli alohida diplomatik muomala va e'tibor berish huquqidan bahramand bo'lish bo'lmasligini qayta baholash talab qilingan. Shuning bilan birga Avom palatasi tashqi ishlar komiteti yana Xitoyga chetishliq bir qator qonun loyihalarini ma'qullagan bo'lib, buning ichida Amerikaning Xitoyning sun'iy idrok va boshqa yuqori texnikalik sohaga mablag' selishini to'sish, Tibet va Sharq Turkistonning kishilik huquq masalasini qo'llash qatorliqlari o'rin olgan. Xabarda qayd qilinishicha, Avom palatasining tashqi ishlar komiteti 28 noyabr Hong Kong iqtisod va savdo ishxonasining guvohnoma qonunini nolga qarshi 30 ovozning qo'llashi bilan ma'qullagan bo'lib, undan boshqa Xitoyning muhim ilg'or texnikalarga erishishining oldini olish haqidagi qarormi ma'qullangan. Amerika Avom palatasi tashqi ishlar komiteti yana Uyg'ur siyosiy qonun loyihasini ma'qullagan bo'lib, bu qonun loyihasini Jumhuriyatchilar partiyasining Avom palata a'zosi Yong Kim va bu komitetning Osiyo Tinch okean tarmoq komitetining raisi va bir qancha partiya hal qilgan parlament a'zolari o'tirg'a qo'ygan. Uyg'ur siyosiy qonun loyihasida Amerika parlamentining Xitoyni Sharq Turkistonni tashqi dunyoga, axborot sohasiga, parlament a'zolariga va shundaqli parlamentdagi Xitoy ishlari komiteti a'zolariga ijib etishga, ularning erkin va kontrolsiz holda rayonni ziyorat qilishiga yo'l qo'yishga chaqirishi kerakligi qayd qilingan. Bu qonun loyihasida yana Xitoyni Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarning o'zgacha madaniyati, dini va tilini e'tirof qilish, saqlanishiga kafolatlik qilishga, Sharq Turkistonda milliy kimligini saqlashni tinch holda tashabbus qilgan kishilarni bostirish, turmaga tashlash va tutib turish siyosatini to'xtatishga chaqirish talab qilingan. Uyg'ur siyosiy qonun loyihasida yana Amerika hukumatidan o'xshash fikrdagi davlatlar bilan hamkorlashib, Sharq Turkistondagi Uyg'ur qatorliq millatlarning kishilik huquqini dafsanda qilish masalasida Xitoyga besim ishiltish, shundaqli Sharq Turkistonda ta'sis qilingan barliq jazo lagerini taqashga chaqiriq qilish talab qilingan. Erdo'g'an Vyetnam bosh ministrini qabul qildi. Turkiya prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'an bilan Vyetnam bosh ministri Pham Minh Chinh poytaxt Anqaradagi prezidentlik saroyida yepiq uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvning mazmuni haqida bayonot e'lon qilinmadi. G'azzada vaqtliq urush to'xtatish muddati yana uzartildi. Isroiliya armiyasi G'azza rayonidagi insonparvarlik nuqtasidan vaqtincha urush to'xtatib turish kelishimining muddati to'shishga bir qancha minut qolganda e'lon qilgan bayonotida Isroiliya armiyasi G'azza rayonidagi insonparvarlik nuqtasidan vaqtincha urush to'xtatib turish kelishimining muddati to'shishga bir qancha minut qolganda e'lon qilgan bayonotida muddatning yana uzartirilganligini e'lon qildi. Turkiya Ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Isroiliya armiyasi tomonidan e'lon qilingan yozma bayonotda rayondagi insonparvarlik nuqtasidan vaqtincha urush to'xtatib turishning yana qancha kun uzartirilganligi to'g'risida hech qanday ma'lumot berilmadi. Bayonotda murassachilarning tirishchanligiga asosan tutqunlarni qo'yib berish davomlashadi va ramka kelishimidagi shartlarga binoan harbiy harakatlarni vaqtincha to'xtatish davomlashadi deyildi. Yana bir tarafdan Hamasning e'lon qilgan yozma bayonotida insonparvarlik nuqtasidan vaqtincha urush to'xtatib turishni yana bir qancha kun uzartish qaror qilinganligi bildirildi. Isroiliya bilan Hamas o'rtasida murassachilik qilayotgan qatormu bayonotida insonparvarlik nuqtasidan vaqtincha urush to'xtatib turishning uzartirilganligini jazmlashtirdi. Isroiliya amaldori 7-oktyabrda Isroiliya armiyasining mag'lub bo'lganligini qayta ta'kidladi.
İsrailiya armiyasi bosh shtab boshlig'i Herzi Halavi Hamasning 7-oktyabrdagi hujumida İsrailiya armiyasining mag'lub bo'lganligiga doir uchurini qayta ta'kidladi. Türkiye Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, İsrailiya armiyasi bosh shtab boshlig'i Herzi Halavi axborot e'lon qilish yig'inida Türkiye Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, İsrailiya armiyasi bosh shtab boshlig'i Herzi Halavi axborot e'lon qilish yig'inida kun tartibidagi masalalar ustida to'xtaldi. Halavi İsrailiya armiyasining muhosira ostidagi G'azza rayoniga qarshi yangi hujumlarni qilishga tayyor ekanligini bildirib, insonparvarlik nuqtasidan vaqtliq urush to'xtatish kelishimidan harbiy tayyorliklarni ko'zdan kechirib olish uchun foydalanganliklarini aytdi. Halavi İsrailiya armiyasining G'azzadagi barliq tutqunlar qo'yib berilmaguncha urushni to'xtatmaydiganligini ta'kidladi. Halavi İsrailiya armiyasining Hamasning harbiy qismi bo'lgan Izzuddin al-Qassam brigadalarining 7-oktyabrdagi hujum plani to'g'risida axborotga ega ekanligini, biroq yuqori darajali ofitserlarning qo'l ostidagilarning ogohlantirishlariga asosan degudek pisand qilmaganligiga doir xabarlar ustida to'xtalib, G'azzaga qilingan hujumlar oxirlashgandan keyin hamma ishning tekshirilganligini aytdi. Halavi harbiy istixborot boshqarmasi qatorliq butkul İsrailiya armiyasining 7-oktyabrda mag'lub bo'lganligini qayta ta'kidlab, bu to'g'riliq jiddiy tekshirishlarning elib berilganligini, ammo hozircha G'azzaga qaratilgan hujumlarga markazlashish kerakligini bildirdi. Erdo'g'an G'azzaliklar insoniyat tarixidagi eng ig'ir hujumlardan biriga duch keldi dedi. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, İsrailiyaning Falastinliklarga yurgizayotgan qirg'inchiligini ko'zda tutgan holda, G'azzalik qarindoshlarimiz 7-oktyabrdan buyon insoniyat tarixining eng razil hujumiga uchradi dedi. Prezident Erdoğan Adalet ve Taraqqiyot partiyasining Türkiye parlamentidagi guruhi yig'inida so'z qilib, G'azzaliklarning 7-oktyabrdan buyon insoniyat tarixidagi eng ig'ir va eng qabih hujumlarga uchraganligini ta'kidlab, İsrailiya armiyasi butkul dunyoning ko'zi oldida 50 kundan buyon G'azzani ko'ydirdi, vayron qildi. Ular insoniyat tarixidan qora iz sifatida o'rin olgan har xil vahshiyliklarni qildi. 70%dan ko'proq ayollar va bolalar bo'lib, taxminan 16 ming G'azzalik qarindoshimiz İsrailiyaning hujumlarida shahid bo'ldi. 35 mingdan ortiq falastinlik qarindoshimiz yaralandi dedi. Erdoğan G'azzada yaqinqi bir asrdagi eng ig'ir vahshiyliklardan birini sodir qilgan İsrailiya bosh ministri Benyamin Netanyahuning ismini tarixga allaburun G'azza qasbi deb yozdirib bo'lganligini ta'kidlab, bu dog' yolg'iz Netanyahuga emas, uni shartsiz qo'llaganlarning hammasining peshonasiga tushdi. Bu numusliq dog' hargiz poklanmaydi deganlarni qayd qildi. Erdoğan yana G'azzada sodir qilingan insoniyatga qarshi jinoyat va urush jinoyatiga qarata bir ikkisidan boshqa g'arb davlatlarining inkos qaytarmasligini hargizmi unutib qolmaydiganligini ta'kidlab, İsrailiya hukumatining xalqaro qonun shundaqla insoniyat vijdoni oldida javobgarlikka tortilishi uchun barliq amallarni ishga soladiganligini bildirdi. Hurmatli ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. İnşallah ertaki programımızda görüşürüz. Aman bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.